Hamda mürəşəfqatның əməli kuyunuşninki əməli çoğ ifadelerden birisi kim zalimlar üstüdən g'alaba qilib ularni yengmoqchi olsa ojizlarga mürəşəfqat qilish kerak. Chunki darsimizning 5-ida o'qib o'tib ketib qoldik. Tirmiziy Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sizlar zimindagi kishilarga, degani ojiz kishilarga mehri shafqat bildiringlar, ularga kuyininglar, osmondagi eng kuchli zot sizlarga rahim shafqat qiladi. Ya'ni sen bir zolimning ustidan g'alaba qilmoqchi bo'lsang, ojizlarga kuyin. Yana bir hadis bor. Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Fa innama turzaquna va tunsaruna bi du'afaikum. Sizlar ojizlaringlar sababli, ya'ni ojizlaringlar bilan rizq qilishsizlar, nusrat qilishsizlar. Endi musha kelgan vaqtida musha rizqqa sal cho'kayli. Ojizlaringlar bilan rizqqa erishsizlar va g'alabaga erishsizlar dedi. Amaliyotda bu bir ishni boshlab, bir harakatni boshlab g'alaba qilishning bir manhaji bu, bir prinsipi bu. Bu qanday gap endi bu? Sen bir ish egisi, bir jamiyatning egisi, bir oilaning egisi, bir davlatning egisi. Etrafında kambag'allar var. Etrafında nadan cahillar var. Etrafında yolunu topamay qolganlar var. Yoldan chiqqanlar var. Mushlarning hammasi ojizlar. Bularning hammasi jamiyatning kelgusidagi sohiblari. Agar mushlarni mushbiti qo'yib qo'ysang bu ojizlarni, nadonga o'rgatmasang, ochqa tomoq vermasang, yalang'ochni kiygizmasang, kambag'alning ehtiyojini qamdimisan, bular kelgusi jamiyatga shu ehtiyoj yoki shu yetilgan shu muhitning yoki o'zidagi shu ahvolning ta'sirida yukiladi. Jamiyat mag'lub bo'lgan jamiyat bo'ladi. Sen ochni to'yda ehtiyojini qamda yani. Yalang'ochlikka kiyim kiygiz. Nadonga bilim o'rgat, boshqa bularga ko'ngil bo'l, bularga ma'rifat qitingni bildagin, bular kelgusi jamiyatning asosiy kishilari bo'ladi. Bu orqali güzel cemiyet, insanlığı olsun ha? Mustahkem cemiyet kuruldu. Çünkü sen ulanı hitildirdin sen ulanı. Rizqin şu yerden kilidi, g'alban şu yerden kilidi. Acizlar bilen g'alba qilamiz insanlığı olsun. Küçükler bilen emas. Çünkü etrafımızda özünün yolunu tapamayotganlar, yegili aş, içimlik tapamayotganlar, kegili kim tapamayotganlar kelgusidagi jamiyatning qanday bo'lishini belgilaydi Allah. Bizning ularga qanday muomala qilishimiz, qanday ta'sir ko'rsatishimiz, ularni qaysi yo'lga yetaklashimiz kelgusi jamiyatning asosi. Bu hadisdagi mazmun shu. Sizlar g'alaba va rizq ojizlar bilan keladiganini, ojizlarni tarbiyalab, ojizlarni yetaklab yo'lga solish orqali kelgusi jamiyat quramiz. Bu qalbining asosi. Nayt inchki bir nokta. Etrafımızda nurg'un millatning farzandlari bor. Mush farzandlar 10 yil, 15 yildan keyin mush millatning o'ziga aylanadi. Bular hozir ojiz, o'zining yo'lini topolmaydi. Xaylay desa pulus yo'q masalan, o'qay desa sharoit yo'q. Bular xaylaydiganga pul, o'qiydiganga maktab, masalan, ishlaymiz desa buningga ish tepirib bularni kelgusidagi bizning millatni qaytadan qurib chiqadigan bir avlod qilib yetishtirib chiqarganimizda biz ojizlarimiz bilan g'alabaga erishgan bo'lamiz. Mana bu hadisdagi rahmatning mafhumi. Bayatni o'qigansiz. Ko'pincha vaqtda biz buni boshqa tushunib olamiz. Ojizlar bilan rizq berilsa desa, mush zamindagi Alloh ojizlar rizq berib, bu rizqdan baylog'imi tegadi. Buni ahil şekilde düşünsek mi buludu? Ama bizning tushunganimiz, ya'ni rahmat babini tushunganimiz, ojizlarga qanchalik bildigan rahmatimiz ulardan millatga qaytadi. Ulardan jamiyatga qaytadi. Jamiyatning keyingi g'albasi, jamiyatning keyingi umumiy ahvoli bugungi kundagi yo'l topamayotgan ojizlarga bog'liq. Shularga qanday muomala qilish kelgusiga jamiyatning taqdirini belgilaydigan nuqta. Shunga mehr shafqat uqumu bu.